Kolumbiyalik futbolchi tahdidlar sabab jamoasi bilan uyga qayta olmadi. Kolumbiya terma jamoasi futbolchisi Hamilton Campas jahon chempionatidan chiqib ketilgach, jamoa bilan mamlakatga qaytmadi. Xabarlarga ko'ra, Shvetsariyaga qarshi o'yindan so'ng u va oila a'zolariga tahdidlar kelib tushgan. Campas uchrashuvning 114-daqiqasida xavfli vaziyatdan foydalana olmagan. Keyin Kolumbiya penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldi va ijtimoiy tarmoqlarda futbolchi hamda uning yaqinlariga nisbatan tahdidlar paydo bo'lgan. Bu voqea 1994-yilda avtogoldan so'ng o'ldirilgan kolumbiyalik futbolchi Andres Escobar fojiasini yana yodga solgan. Udinesening sobiq futbolchisi O'zbekiston Superligasiga ko'chib o'tdi. Italiya klubi sobiq yarim himoyachisi Petar Michin faoliyatini O'zbekiston Superligasining Sug'diyona klubida davom ettiradi. Chempionat Aziya saytining xabar berishicha, u jamoaga erkin agent sifatida qo'shiladi. 27 yoshli serbiyalik futbolchi faoliyati davomida Voyvodina, Chukarichki, Udinese, Napredak, Radnichki va Ukrainaning Zarya klublarida to'p surgan. O'tgan mavsumda u Ukraina chempionatida 17 ta o'yinda 3 ta gol va 2 ta assist qayd etgan. Iroq chempionatining o'zbekistonlik to'purari yangi klubga o'tdi. Milliy terma jamoamiz safida jahon chempionatiga bora olmagan Sherzod Temirov faoliyatini Iroqning Zaho klubida davom ettiradi. Futbolchi yangi jamoasi bilan 2 yillik shartnomani imzoladi. 27 yoshli hujumchi o'tgan mavsum Erbil safida 32 ta o'yinda 28 ta gol va 1 ta assist qayd etib, Iroq chempionatining eng yaxshi to'purariga aylangandi. Uning yangi jamoasi Zaho esa o'tgan mavsumni 9-o'rinda yakunlagan. Nasib etsa Sherzodni ham yaqin yillarda top 5 chempionatlarda ko'rishga umid qilamiz. O'zbekistonlik 2 futbolchi Portugaliya klubiga o'tdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi a'zolari Sayfiddin Sodiqov va Sadriddin Hasanov Portugaliyaning Braga klubi bilan shartnoma imzoladi. 18 yoshli futbolchilar dastlab klubning U23 jamoasi safida mashg'ulot o'tkazib, rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushadi. Iqtidorli vingerlar uchun bu transfer Yevropa futbolidagi ilk muhim qadam bo'lib, kelajakda asosiy jamoaga yo'l ochishi mumkin. Endi jahon chempionatlarida 64 ta jamoa ishtirok etishi mumkin. FIFA prezidenti Gianni Infantino 2026-yilgi jahon chempionatidan so'ng mundialni 64 ta jamoa ishtirokidagi formatga kengaytirish masalasini rasman muhokama qilishi mumkin ekan. Unga ko'ra, bu kichik futbol davlatlariga ham jahon chempionatida qatnashish imkoniyatini kengaytiradi. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati 2026 tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkazilmoqda. Agar yangi taklif ma'qullansa, 2030-yilga jahon chempionatida 64 ta jamoa qatnashishi mumkin. Bu borada sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozing. O'zbekiston U17 Osiyo kubogiga mezbonlik qilishi mumkin. 2027-yil kattalar o'rtasidagi Osiyo kubogiga mezbonlik qiladigan Saudiya Arabistoni U17 Osiyo kubogini o'tkaza olmasligini ma'lum qildi. Shu sababli OFK musobaqani O'zbekistonga topshirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, OFKning musobaqalarni o'tkazish qo'mitasiga tegishli xat yuborilgan. Qaror tasdiqlansa, 2027-yil 12-29 may kunlari bo'lib o'tadigan U17 Osiyo kubogi O'zbekistonda tashkil etiladi. Bu haqda O'zA nashri xabar bermoqda. AQSh va O'zbekiston shaxmatchilari o'rtoqlik bahsida bellashadi. 27-28-iyul kunlari AQShning Mayami shahrida AQSh va O'zbekiston erkaklar terma jamoalari o'rtasida Rapid va Blitz yo'nalishlarida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'zbekiston sharafini Javohir Sindorov, Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yoqubboyev va Shamsiddin Vohidov himoya qiladi. AQSh esa Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So va Levon Aronyan kabi dunyo yulduzlari bilan ishtirok etadi. Zaxira o'yinchilari sifatida O'zbekiston tomoni Muhiddin Madaminovni, AQSh esa Lenier Dominguezni ko'rsatgan. Hamyurtlarimizga omad tilaymiz.